Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari hududiy birlashmasi tarkibida bugungi kunda 19 ta tuman shahar jamiyatlari faoliyat ko'rsatmoqda. Hududiy birlashma va tuman shahar jamiyatlari tomonidan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi amaldagi qonun va qonunosti me'yoriy hujjatlarni keng targ'ib qilish maqsadida turli ko'rinishdagi ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib borilmoqda. Jumladan, hisobot davrida jami 190 ta o'quv seminarlari va 191 ta davra suhbatlari o'tkazildi. Iste'molchi va uning huquqlari lavhasi ostida muntazam ravishda ommaviy axborot vositalarida chiqishlar qilingan. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili doirasida hududiy birlashma raisi tomonidan o'tgan davr ichida Toshloq, Beshariq, O'zbekiston, Oltiariq va Yozyovon tumanlarida bo'lib, tegishli jamiyat xodimlari, tayanch guruhlari faollari hamda mahalla fuqarolar yig'inlari vakillari ishtirokida ochiq muloqot shaklidagi tadbirlar o'tkazildi. Hududiy birlashma va tuman shahar jamiyatlariga 2026-yilning birinchi yarim yilligi davomidagi faoliyatda fuqarolar tomonidan jami 958 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ushbu murojaatlarning 390 tasi yozma, 568 tasi og'zaki shaklda kelib tushgan. Hududiy birlashmaga kelib tushgan 568 ta og'zaki murojaatlardan 282 tasi hukumat idoralari va federatsiya markaziy apparatidan yuborilgan murojaatlarni tashkil qiladi. Shundan 13 ta murojaat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ishonch telefoni hamda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining ishonch telefoni orqali kelib tushdi. Federatsiya ishonch telefoni orqali 252 ta murojaat kelib tushib, iste'molchilar foydasiga 167 million 186 ming 239 so'm hal etildi. Og'zaki murojaatlarning 286 tasi esa hududiy birlashma va tuman shahar jamiyatlariga og'zaki shaklda kelib tushgan murojaatlardir. Hududiy birlashma tuman shahar jamiyatiga fuqarolar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri qilingan murojaatlar soni 676 tani tashkil qilib, shulardan 390 tasi yozma, 286 tasi og'zaki murojaatlardir. Ularni o'rganish yakunlari bilan iste'molchilar foydasiga 1 milliard 297 million 557 ming 744 so'm hal etib berildi. Hisobot davrida jami yo'nalishlar bo'yicha kelib tushgan 958 ta murojaatlardan 926 tasi yoki 96,7% ijobiy hal etilishi natijasida iste'molchilar foydasiga 1 milliard 493 million 507 ming 841 so'm hal etildi. Shundan sud organlari orqali 81 ta murojaat ko'rib chiqilib, 28 million 608 ming 858 so'm moddiy va ma'naviy zararlar undirildi. Hisobot davrida ichki bozorda sotilayotgan iste'mol tovarlarining zarur sifatini va xavfsizligini, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarining boshqa talablarini ta'minlash yuzasidan savdo, un va yog' mahsulotlari, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport, moliyaviy xizmatlar, kommunal xizmatlar va boshqa sohalar bo'yicha 12 ta monitoring kuzatuvlari o'tkazildi. O'tkazilgan monitoring kuzatuvlari yakunlari bo'yicha tayyorlangan umumlashtirilgan ma'lumotlar tegishli idoralarga kiritilib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-oktyabrdagi PQ 296 sonli, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 22-oktyabrdagi 667 sonli qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida Raqobat boshqarmasi ish rejasi va tashabbusi asosida o'tkazilgan nazorat xaridi va sirli mijoz tadbirlarida hududiy birlashmaning Raqobat qo'mitasida tegishli ravishda malakasini oshirib, maxsus sertifikat olgan xodimlar tomonidan qatnashib borilmoqda. Tizim tashkilotlari tomonidan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, ularning huquqiy bilim saviyasi va iste'mol madaniyatini oshirish, qonunchilik ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini olib borish borasidagi ishlar tizimli asoslarda davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.